İkinci qetimliq türme hayatımni başladım. Aldınqı qetimg'u bek ma'nilik o'tkazgandim. Go'yo bir universitet bitirgan edim desam muashirib etgan bo'lmayman. Bilmayman, bu qetim nima bo'larkin? Mening salohiyatim yana bir oz mujmal qoldi. Mendan boshqalar ya ili tarafdan kelgan, ya Sovetda o'qigan yoshlar edi. Men na Sovetda o'qigan sovetparastlar tipiga ayrilmaydim. Na to'polonchi deyishga asos yo'q edi. Buni tutqu qilib, qutulib ketish umidida jim bo'lib oldim. Ha, to'g'ri. Men bilan birga yotadiganlarning ichida Sovetda o'qigan biri bor edi. Sovetda uzoq turib, chiroyi tatib ketdimi yoki o'zining mastonligidan ruslarni do'raydigan odati bormidi, ish qilib qo'yib olgan burutili emas, chiroyining seriqligi ruslarga o'xshab ketadi. Uning ismi Hamid Turdiboyev edi. Ammo mening oxirdagi qo'shimchani degim kelmay, hamon Hamid Turdi deydim. Başta o tuzitishga uringan bo'lsa-mu, keyin mening kajliqimga ko'ndi. U bu rus qo'shimchisini xuddi bir ilmiy unvondek qadrlaydi. Dal shunisi mening tishimga tegadi. Hamid Turdi oson qaydaydigan, ta'vinazuq yigit edi. Hammadanla og'rinib turadi. Turmudoshlarimizdan bizdan boshqa odatdagi o'qimagan Uyg'urdan 3 bor edi. Ularni hech yaratmaydi. Gaplashgisi kelmaydi. Gap qismi bir xil ustunlik ruhi bilan xuddi maloyga gap qilgandek gap qiladi. Bu hal avlog'imi yoqmag'ashqa, ularni o'xshashla Hamid Turdini yoqtirmaydi. Hamid Turdining ustunlik tamosining zitiga uni ko'zlariga ilmagandek muomala qiladi. Hamid bo'lsa, doimli boshqalarga aql o'rgatish qo'ydi edi. U o'zini hammani biladigan, ko'pni ko'rgan hisoblasi kerak. Bizning yana siyosiy maslak, e'tiqod mavzularidagi talashishimiz boshlandi. Hamid Turdining yo'g'inliq tamosi bo'lishdagi xususiyatdan to'g'ri foydalanishning yo'li ko'nglimga ketib qoldi. Uning ruscha bilimini sug'urib olish uchun bu xususiyatidan foydalanishga bo'ladi. Shunga men bundoq oyga chiqmaydigan talashlarni qilib vaqt isrof qilg'im kelmay, bir kuni shundoq taklif berdim. Hamid Turdi, quruq gapni qilib vaqt isrof qilg'ucha bir ahamiyatli ish qilsak nima deysiz? deb so'radim. Qanday ish ya? Siz o'qituvchi bo'ling, qiziqqanlarga ruscha o'rgating, dedim. Men inson bolasining ruhiyatida yotgan ustunlik herismanligidan foydalanishni qaror qilgan edim. U bizga ustoz bo'lsa, g'ururi qanoat tepib, bizni yaxshi ko'rishga boshlaydi. O'ylaganimdek bo'ldi. Rostmi? dedi u mamnuniyatini yo'shirolmay. Albatta, rost. Agar bizda sizga yaragan bir narsa bo'lsa, qo'limiz ko'ksimizda. Xizmatingizda bo'lishga tayyorda. Ammo mendagi mollachilikni o'rganishni xohlamaysiz aqcha. Qani qarab boqamiz, dedi u. Biz darsni boshlab etdik. Bu bola Bakroq Mamadan bo'g'ashqa keraksiz gaplarni to'liq qilib darsni yaxshi o'tamaydi. Muallim bo'lib baxmag'achqa dars o'tish tajribasi yo'q edi. Shunga mendan boshqalarning hammasi chapsanli zerikib ruscha o'rganishdan voz kechishdi. Ruschadan voz kechganlarning hammasi bilan biz din darsi qilardik. Ammo ular buningdan zerikmaydi. Bu hol Hamidning g'ururiga tegib, menga ta'din to'kdi. Eski paytmaga yirtiq jo'roq degan shu-da. Tompayla. Hamid Turdi, din degan siz tushungandek narsa emas. Sizga qaltis bilingan u maslikingiz balkim davrning sinoqlaridan o'tmay bir kunlari tashlanib ketar. Ammo din ming yillardan beri o'xshash jalb qilish kuchini yo'qotmadi. Bularni salmoqroq o'ylab ko'rasiz, deydim men. Bilman, siz bu odamlar nimishga meningkiga qiziqmay, bu ko'nliq qiziqidi, deb ichingiz pushyotidi. Sizga eng yomon ta'sir qilgani nima? Eng xafa qilgani nima? O'zingiz din haqida qanchalik bilasiz? Faqat kommunistlarning tasvirligini bo'yicha bilasiz. Uning to'g'riligi yoki burmalash ekanligini qandoq bilasiz? Buning uchun dinni asli manbadan o'rganishingiz kerak. Asli manba deganimiz Qur'on va hadis. Boshqa kitoblarmi faqatla foydalanish materiali hisoblanadi. Dinni undaq kitoblardan o'rganishmi xatoga elib berishi mumkin. Men Hamiddan ruscha o'rganayotqashqa, uning po'qini qatirib qo'ymay deb, uning bilan ashunchalik deyishib qo'ydim. Ammo
Qızım, sana aytay, kelinim sen angla şeklide münazirlerde onun tarafından soruluş ihtimali boğan suallarning hammasiga din dersimde tafsiliy cevap berishga tirishdim. Bizning din darsimizga u nafratlanayotgan qiyofatda yuzini o'rib ta'tir qarab yetyapsimi, amaliyotda quloq silib yotganligini bilib turardim. Dinimiz haqida uni quloqliqning manbai, ilmga qarshi deguvchilar bor. Bundaq gaplarga duch kelgan chig'inglarda hargiz mang deb ketmanglar. Deydim men o'quvchilarimga. Dinimiz ilm tahsil qilish, aql ishlatishga shunchalik tashabbuskorki, buning shundoq dalillari bor. Qur'on Karim o'qu degan xitob bilan boshlangan. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarida shundoq deyiladi. Ayol müminlarga ilm talab qilmoqlik farz. Bilim müminning yo'qitib qo'ygan mulkidir. Uni nada uchratsa elishga huquqli. Saodat davrida urushda asir tushganlar jizya elib qo'yib beriladi. Bilimli kafirlardan jizya o'rniga 10 musulmonni o'qitib savodli qilish, bilim berish talab qilinadi. Mana bular islomning ilm fanning tashabbuschisi ekanligining dalili. Yana shuni qistirib qo'yay. İslamda insonlarning tafakkur qilishi, fikr yurgizishi, aqlni ishlatishi yuksak darajada tashabbus qilinadi. Agar bir odam Allohning maxluqoti, yaratılg'uchi butun koinot haqida tafakkur qilib, ijtihotini bayon qilsa, buning savobi katta bo'ladi. Ijtihoti xato bo'lgan bo'lsa, bir savob, to'g'ri bo'lgan bo'lsa, 2 savob beriladi. Bu nima deganlik? Bu fikr qilishga qarata bir rag'batdir. Ya'ni xato qilib silishdan qo'rqmay, dadil tafakkur qil. Alloh niyatingga ko'ra savob beraveradi deganlikdir. Hamid qiziq yigit edi. Fikrlarini tushunishlik shaklda o'tirg'a qo'yolmaydi. Ammo o'zi tushuntiramagan turug'liq tezli xafa bo'lib, vaqirab ketadi. Ta'tirligi tutib qoladi. O'zininkini to'g'ri deb turib oladi-yu, ammo to'g'riligini isbot qilib odamni qoyil qilolmaydi. Uning islom dini haqidagi yana bir ta'tir qarashi islom dinining xurafatligi haqida edi. Bu qarashmo islomga zo'rlab tengilgan bid'atlar, qadimdan qolgan urf-odatlarga taalluq bo'lib, islomga aloqasi yo'q narsalar edi. Bir kuni bu haqda to'xtaldim. Islom dinida eng top prinsip shuki, Allohga sherik keltirmaslik. Allohni tanho yaratquchi va jimi koinotning egisi deb tonish kerak. Buni tushunmaganlar jamiyatda yamrab yurgan nurg'un bo'la-bo'lmas xurafiy odatlarni, aql qabul qilg'usiz g'alatiliklarni dinning jumlasidan deb xato tushunib olib, hammaga dinni gunohkor qiladi. Hadis quddusda shundoq deyiladi. Bandam koinotni to'ldirg'udek gunoh bilan oldimga kelsin-mu, faqat menga sherik keltirmaganli bo'lsa, men uning oldiga koinotni to'ldirg'udek mukofot bilan chiqaman. Mana buningdan sherik masalasining qanchalik jiddiyligini ko'ra olamiz. Hamdi turmushimizga qarasak, mozorlardan, yolg'iz daraxtlardan, pir avliyo atalgan aldamchi shaxslardan madad tilash, shularga atab qurbonlik qilish, shulardan yaxshilik yoki dushmaniga qarshi yomonlik tilashlarni ko'ramiz. Mana bularning islomga naqadar qarshi, yomon qilmishlar ekanligini bila olamiz. Dağxanlıq, perxonluq, cinkəşlik, palçılıq, baxşılıq degəndək tipdiki işlarning hammasi Qur'ondagi ochiq oyatlar bilan haromdir. Ko'zmunchoq va tumarni yomonlikning oldini oladi deb ishonish Allohga sherik keltirish hisoblanadi. Hamid oxiri chidab turmadi. U bara-bara savol qistirdigan, oqidan enimizga kelib o'ltirib, bas munozara qiladigan, anglag'anlarga asosan ko'nglida shakllangan savollarni so'raydigan bo'ldi. Ammo bilib olay degan niyat so'rmay, masxara, cheqib elish, kamsundirish maqsad qilingan savollarni so'raydi. Shundoq bo'lsa-mu, men terikib ketmay, uning din haqidagi jimi xato tushuncha va tuhmat xarakterlik o'qimishlarga tafsiliy javob berdim. U texicha markizmni ilm deb biladigan bo'lg'ashqa, mendan shundoq so'radi. Din ilmga qarshi bo'lmasa, siz nimishqa marksizmni o'rganishni xohlamaysiz? Kim xohlamayman dedi. Oldi bilan shuni deb o'tib ketay. Marksizm ilmmi yoki saxtiliq va yoki xurofotmi, buniga bir nima deyolmayman. Ammo men uni o'rganishga qarshi ekanligimni dedim-mi? Sizda kitob bo'lsa bering, men uni o'qib ko'ray.
Balkim qoyil bo'lib qolaman, dedim. Rost o'qimsiz? dedi u hayron bo'lib. Hech chaqchaq emas. Kitob bo'lsa bering, bugunla boshlay. Kitob o'qish mening eng xush bo'ladigan mashg'ulotim. Afsuski yo'q. Ham Uyg'urcha bek ko'p topilmaydi shu. Ruscha qancha desangiz topqili bo'ladi. Turmaga kirishga mumkin bo'lmasa kerak. Uning uchun ruscha o'rganyapman-ku. Tezroq o'rgating. Turmadan chiqib qolsak sizni izlayman. Kitoblarni tepib berasiz. Xitoychisi bo'lsa-mu bo'ladi. Ha, siz Xitoycha bilamsiz? Buning hayron qoluvchiligi bormi? Siz bir molla tusingiz. Mana sizning tonishingiz. Dedim uningga tegdirib turib. Sizcha har qanday ilm peshini so'rab yurgan dindorlarga yarashmaydi. Shundaqmi? Dindan boshqa har qanday ilm go'yo kostyum kiygan, galstuk taqganlarga xos, shundaqmi? Siz Musa al-Xorazmini anglaganmi? Kim o? Algebrani kim kashf qilganligini bilamsiz? Hamid injaqlab qoldi. Ashu Musa al-Xorazmi, ya'ni Xorazmlik Musa. Uning kitobi Al-Jabir, inglizchada Algebra deyilgan. İngilizce Jane Ruslar G o'qib algebra degan. Ashu Xorazmlik Musa mu menga o'xshash bir molla edi. Biruni deganni anglagan miydingiz? Bugungi dunyo ilm sohasi uning ilmiy natijalarini, teoriyalarini shu bo'yicha qabul qilib, ilmiy kitoblarda foydalanyapti. Biruni atmosfera sirtidagi olam bo'shligida asr inglizchada ether deb yoziladi. Deydigan bir jismning bo'ladiganligini ilgari surgan. Ammo siz cho'ng biladigan g'aribliklar toki 20-asrgacha yuqori olam bo'shligining vakuum bir bo'shliq ekanligini, uningda ne havo, ne boshqa turli gaz jism yo'q, quruq ekanligini ilgari surishgan. Keyin mayli radio to'lqini yoki nur to'lqini bo'lsin, vakuum bo'shliqdan o'tmaydiganligini, har qanday elektr to'lqini magnitlik to'lqin uchun bir o'tkazgichning shart ekanligini tonib yetdi. Va o'sha bo'shliqda asr bor deydigan bo'ldi. Asr deganning arabchadagi ma'nosi dal o'tkazgich. Birunimo kostyum kiyganlarning sinipidan emas, madrasa ahli edi. Ibn Sinani anglagan bo'g'aytingiz? Hamid qattiq tupurikini yutib qo'ydi. Meditsina degan gapning manbasi haqida nima o'yladingizmi? Balki Yevropa tillarining biridan kelgan dersiz. Yo'q, arabcha atalg'u. Islomning dastlabida nima uchun islom madaniyati shunchalik gullangan? Yevropaliklarning hamma ilm sohasida arablarning ustoz sifatida foydalanganligini bilamsiz. Dal islom dinining ilmga tashabbusidan islom dunyosida ilm-fan bir sakrab ilgirlash manzarasi yaratgan edi. Balkim so'rarsiz, amsa nemishki keyin shuncha qaloqlashib ketdi? Bu hargizmi dinning qaloqligidan emas, dal aksicha dinning burmulab tushuntirilishi, buzg'unchilikqa uchrashidan bo'lgan. Masalan, bizning vatanimizda munqarizlik hayotimizning boshlanishini keltirib chiqargan so'pi ishonliqqa o'xshash. Biz dal shu davrning kasofatidan milliy ruhimizni bulg'udik. Qahramonlik ruhimiz zaiflashdi. E'tiqodimiz axlat javog'i to'ldi. Nima haq, nima bid'at ilg'i qilg'usiz aralashib ketdi. Bugungi jimiy baxtsizligimiz mana shu bid'atchilikdan manbalangan. Xuddi shuningdek, bundaq dinga buzg'unchilik, diniy prinsiplarni buzish, almashtirish, xunuklashtirish harakati o'ttir sharq davlatlarida bo'lgan. Ya'ni bizdagi ashu jaholatchilikning asli kelish manbasi mushu yoq. So'pi ishonliq haqidagi gaplarim Hamidga tamoman boshqa ta'sir berdi. Uning bir oz ko'zi yo'rg'andek bo'ldi. Ammo mening diniy o'quvchilarim butunlay ta'tir inkosga keldi. Chunki Abba Xo'ja haqidagi xurafiy qarashning yildizi bek cho'nqur bo'lg'ashqa, ular damalliq buni qabul qilolmaydi. Bu mavzu shunchalik murakkab ediki, bizning xalqning buni qabul qilishga haqiqatan saviyasi yetmaydi. Ruhiy tayyorligi yo'q edi. Shundaq bo'lsa-mu, buni asta-asta va oddiy so'zlar bilan tushuntirish menga o'xshashlar uchun majburiyat edi. Bu haqda obdan plan va tushuntirish tartibi tuzib chiqishim kerak edi.
gap bak yo'g'an yoki nomunosib nuqtadan boshlansa tushundirgili bo'lmaydi qolmay masalani chigishlashtırib etishga yaraydi. Ammo buni Hamidga tushuntirish osonroq bo'ladi. Agar u tushunishni xohlasala. Bir necha kunlardan keyin Hamid bu temani o'zi echib qoldi. U ruscha o'qigan bilan hatto o'zimizning tarixi haqida aqalli savodi yo'q ekan. U Appa xo'ja haqida faqat bir podshoh deb o'ylaydi ekan. Hech narsa bilmaydi ekan. Shunga u bu temaga diniy nuqtadan qiziqmagandek qilib, tarixiy nuqtadan qiziqqan qiyofat ifodalab gap tashdi. Bu menga yaxshi fursat bo'ldi. Appa xo'janing ajdodlari chet eldan kelgan bo'g'ashqa muqarrar yo'sinda Ismoiliylarga, ya'ni batinlarga, karamitlar yoki Fatimalarga chetiladi. Men oldi bilan Maxdum Azam va uning vatanimiz tavasida paydo bo'lishidan boshlab Appa xo'ja davridagi Oqtog'liq Ishqiya va Qoratog'liq Ishoqiya suluklarining amaliyotda bir navr qarindoshlar orasidagi siyosiy ustunlik talashish g'avg'osi ekanligini, ular tashabbus qilgan Allohning ishq muhabbati uchun fanining vaqtliq maishatlaridan voz kechish tashabbusining aldamchiliklari, oxirida bir-biriga bo'lgan dushmanlikni tashqi dushmanga bo'lgan dushmanlikdan ustun o'ringa ko'tarib, o'ziga o'xshash qarindosh xalqni bostirish uchun Mo'ng'ullarni yurtga boshlab kelishdek sharmanda qilmishlarini, ularning razillikda bir-biridan hech qilishmaydiganligini so'zlab bergandan keyin ondan bularning asli yildizi chet ellarda qandoq paydo bo'lganligi haqida izohat berdi. Eng avval bu majra xalifalik talashishdan kelib chiqqan majra bo'lib, Hazrati Ali jamoatidan kelganlar va uning tarafdorlari Shia bo'lib shakllanib, xalifalikning Ali jamoatida bo'lishining haqqiga da'vosini qilishdi. Toki Jafari Sodiqqa qadar Shialar mushunda qabul qilishdi. İmamiye firqasi imamiyet növbetini Jafari Sodiqning kichik o'g'li Musodan boshladi. Yana bir firqa İsmailiylar Jafari Sodiqning cho'ng o'g'li Ismoildan boshlashning to'g'riliqini da'vo qildi. Ismoilning o'g'li Muhammadni o'limidan keyin Mahdi shu deganni targ'ib qilishdi. Shu chaqda maydonga kelgan sirliq bir tashkilot bu Mahdi harakatini kontroli ostiga olib oldi. Aslida bir mazhab bo'linishidek boshlangan bu ish bu tashkilotning qo'lida yolg'iz islomg'ila emas, butkul dinlarni buzishni maqsad qilgan buzg'unchi tashkilot holatiga keldi. Aslida bu firqaning boshlamchilaridan bo'lgan kishi bilimlik, erkin fikr egasi bo'lgan Janubiy Ironlik bir doktorning o'g'li Abdulloh ibn Maymun edi. U jubtari e'tiqodi bilan yetishtirilgan edi. Mavjud dinlar haqida keng ma'lumotga ega edi. Xuddi dadasiga o'xshash moddaparst, ya'ni materialist edi. Bu shaxs o'zining Shia mazhabida ekanligini, Ismoildan Muhammadga, uningdan o'g'li Abdullohga meros qolgan ilohiy ilmlarning egasi topilganligini e'lon qilib, o'zini Ismoiliylarning imomi o'rniga qo'ydi. Bularning hammasi yolg'on edi. Asli jubtangrichilik e'tiqodidagi bu shaxs o'zining diniy e'tiqodini yeyish, boshqa dindikilarni e'tiqodlardan chetlatib o'ziga ergashtirish uchun botinlarni o'z ichiga oladigan bir maxfiy tashkilot qurgan edi. Tashkilot 7 darajalik a'zolikni yo'lga qo'ygan bo'lib, asli maqsadning nimaligini faqat 7-darajaga borganlarga oshkorlaydi. Bu atalmish ilohiy sir, ilohiy ilm degani shu edi. Bu sirga yetishish qizg'inligidagi a'zolarni qadam-muqaddam aslidagi to'g'ri e'tiqodlardan chetnitib, asta-asta shu ozg'un, shaqiy tushunchalarni qabul qiladigan holatga keltirdi. Buning uchun har kimga shuning tilida so'zlash bir xil metodi edi. Ya'ni musulmonlarni ko'rsa Alloh va Qur'ondan lab uradi. Yahudilarning oldiga kelsa musulmonlarga qarshi ekanligini so'zlaydi. Mana shunday qilib o'xshamagan din, o'xshamagan mazhabdagi kishilarni daraja tuzumidagi a'zolik bilan ayirib, bir-biriga uchrashtirmasdan aldaydi. Ba'zi sehrgarlik, aldamchilik usullari bilan karomat ko'rsatishni o'z ichiga olgan aldamchilik usullari bilan kishilarga o'zining karomatchi avliyoligini qabul qildirgan edi. Her daraja a'zolarining qabul murosimlarida qattiq qasam tuzumi, darajalar aro va tashkilot sirtidagi odamlarga qarata qattiq maxfiyatlik prinsiplari bor edi. Qasam mazmunlarida ana shu maxfiyatliklarni boshqa kishilarga demaslikka qasam qildiriladi.
Qasimini buzğanlarning dahshatlik o'lim misollari orqali ilohiylik tusi kuchaytirilgan bo'lg'ashqa hech kim bu sirlarni yenidikiga aytishga petinolmaydi. Birinchi darajaga berilgan mafkura ikkinchi darajada tamoman inkor qilinib, uning xatoligi, uning faqat aşı bosqichning zaruriyati uchun deyilganligini, shunga uni tamoman unutib, bunisini qabul qilishni so'zlaydi. Hamda bu tushunchalarga qarata sadoqat qasmi va maxfiyatlik qasmi qildiriladi. Har keyingi darajada oldinqisining vaqtliq taktik ekanligi so'zlanib, asli haqiqiy ilohiy sirning bunisi ekanligiga ishontiriladi. Amaliyotda toki 7-darajaga kelganlarla ondan bu ilohiy sir. Amaliyotda barliq bir ilohlik dinlarga qarshi muddaoni bilishadi. Bu chaqda u allaqachon yo'ldan chiqib bo'lgan bo'ladi. Chunki tariqatdagilarning gunohlarining surishti qilinmaydiganligi to'g'risida nurg'un nazariyalar ichiriladi. O'zlarining avliyoliklari haqida Rasulullohning bishorat berganligini so'zlash bilan buni dalillaydigan bir hadisni to'qiydi. Hatto shahvoniylikning gunoh emasligi barabara qabul qildiriladi. Ularning safsatilariga ko'ra tariqat a'zosi bo'lish hammaga kaforat edi. Iroqdagi karamitlar, Misrdagi Fatimiylar mana shu sharqiy mafkurining yayg'uvchilari edi. Xotirlanishicha, karamitlar kun chiqish mamlakatlariga nurg'un doilarni avatgan edi. Dai, tabliğchi, tashviqotchi, karamitlar o'zlarining mafkurisini yayg'uvchi tashviqotchilarni shundoq atagan. Abdurdin Abba Xo'janing ajdodlari mana shu azg'ullarning to'pidan kelgan bo'lishi shaksiz. Xuddi karamitlarda bo'g'inidek bir nuqta bizning xo'jalardimi bo'g'iniga diqqat qilish kerak. Karamitlar muridlarning pul melini omonat tariqasida o'ziga berishga ko'ndirgan. Boshda oz miqdorda elingan bu pullarning miqdori barabara o'stirildi va oxirida shaxsiy mulkini tamoman chekladi. Ondan mulk va ayollarni o'rtaq qo'llanadigan bir jamiyatni yaratdi. Xuddi shundoq xo'ja avlodlarimi o'zlarini bu dunyoning vaqtliq maishatlari, vafosiz mol dunyosidan aloqasini uzib, o'zini Allohga bag'ishlagan deb sifatlaydigan bu kazzoblar hisobsiz mol dunyo to'plagan edi. Oxirgi ko'z yetmaydigan munbat yerlar ular uchun vaqf qilib beriladi. Ularning yolg'onlariga ishonib, xudini yo'qotib qo'ygan baylar sexiylik bilan mol dunyosini taqdim qiladi. Tövendikilarga mol dunyoni do'st tutmaslik, fani dunyoning vaqtli xushalligini qo'g'lashmaslikni tashabbus qilgan bu xo'jalar yuqori darajadagi a'zolari, xalifalari, cho'ng baylar, podsholar, yurt cho'nglari bilan birga bo'lgan so'rinlarda sharob ichishadi, chilim chekishadi. Nodon muxlislar bir qaytim duo qilib qo'yish uchun elib kelgan 12-13 yoshli qizlar bilan zina qiladi. Bunda qizlarga duo qildiradigan ishlar kunimizda mutex tugab ketgani yo'q. Nodon odamlar nikoh qiladi emasmi deb o'ylaydi. Ammo islomda vaqtliq nikoh, foydalanish maqsadidagi nikoh harom qilingan. Shunga u yolg'on nikoh xalqini oldisimi, amaliyotda Allohning dargohida zina hisoblandi. Yana yolg'on karomat ko'rsatish jihatdimi bular o'xshashlikqa ega. Karamitlar qo'lga keltirish kerak deb qaragan muhim odamlarni tezroq o'zlarining markaziy halqasiga tortish uchun muhim bo'lmaganlar mangu odatdagi murid bo'lib bekorliq kuch chiqarib yuraveradi. Ularga xudini bilanmigudek chektiradi. Kayflikda uni yetilab tariqat peshvosining beg'ini aylantiradi. Gulliklar, fontanlar, go'zal nozinin qizlar, mevalar degandeklarni sayli qildirib akilib saroyda uxultib qo'yadi. Mastlikka yeshilganda u ko'rganlarni tushunmidi deb o'ylab qoladi. Bu chaqda bir karamitni oshkorlab, uning ko'rganlarini jannatdan bir o'rnak deb aytib beradi. Uning tariqatga kirganligi sababidan jannatdan xush bishorat berilganligini aytib, uni ta'sirlantiradi. Buning bilan bir odamni qazanib qolmay, yana millionlarning beshini aylantirgan hikoyalarning al ichiga taqilishimi amaliy o'rnak bergan bo'ladi. Xuddi shundoq yolg'on karomatlar bizning xo'jalardimi bo'lgan edi. Masalan, Hidoyatulloh Ishonning xalifalari. Xalifa suluk peshvolarining eng yaqin odamlari, sulukning 2-darajadagi katta boshlaridir. Abdurdin belgilangan hayvonlarga vakillik qiladigan bo'lib, ma'lum bir xalifa qo'y
yana biri to'xu, yana biri o'chka, kala, töge degandek simovulliq belgi rolini olgan edi. Xalqdan biri xo'janing dargohiga bir qo'y nazar beg'ishlab akagan bo'lsa, qo'y elib qilingandan keyin nazar akaguvchini qo'yga vakillik qiladigan xalifa Ishonning yeniga boshlab kiradi. Qaysi xalifaning boshlab kirganligiga qarabla Ishon qandoq nazri elib kelinganligini biladigan bo'lg'ashqa, nazirga otgan qo'yingiz Alloh tarafidan qabul qilindi. Menga mushundaq bishorat berildi, deydi. Buni anglagan ixlosmanning vujudi allaqandoq sirliqlik qarshisida eriblik ketadi. Ham qo'rqish, ham hurmatdan surbesib tili tangliga chaplashib qoladi. U Ishonning elib kelingan nazirining qo'ymu, o'chkimi ko'masdan qandoq biladiganligidan iborat bu karomat oldida tamoman o'zini yo'qotib, texmi bak ixlos ashaddi. Bundaq o'z ko'zi bilan ko'rgan karomatlar haqidagi hikoyalar jamiyatga taqilib, sodda xalqni aldash bag'an siri asallashadi. Ammo shu nuqta aniq bo'lsinki, islom dini dal mushundaq atalmish karomatchiliklarga bak qarshi. Hatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Men g'aybni bilmayman, Alloh bildirgandan boshqa hech narsani bilmayman" deb ko'p qatim ta'kidlagan tursa, bu shaqiy tariqat peshivolari o'zlarini payg'ambardan ustun qo'yishqicha berib yetib, gunohi kabirga batgan. Buningdan ularning aslida dindor emas, dinga qarshi ma'lum siyosiy g'araz bilan tariqat nomida tarafdor to'playotganligiga hukm qilish mumkin. Bu yerda sizning vaqtingizni olmayda bir oz to'mtoqroq deb qo'ydim. U chaqda xili tafsiliy so'zlagan edi. Bilmayman, Hamid qoyil bo'lganmikin. U kishilarning o'ziga bo'lgan muomalasida hurmat qilayotgan yoki qilmayotganligiga bakmi sezgur edi. U boshqalarning hurmatiga erishishga bakli herisman bo'lg'ashqa, bu jihatda sezgurlashib ketgan, tamagar bo'lib ketgan odam edi. O'zini qadrlash tuyg'usini yo'shiribmi o'ltirmaydi. Ammo boshqalarning so'zlari o'zida qanday ta'sirat paydo qilganligini apchillik bilan yo'shirib, xuddi ruslardek ko'zlarini chaqnatib, sabiy tusda yoki mavzuga diqqat qilmayotgandek qilib ko'rsatishga. Bu orqali boshqalarning muhimlik o'rnini pisantiga olmagandek ifodada bo'lib, o'zining yo'g'onchilik ishtihosini qanoatlab turadi. Mening so'zlarimning qanday ta'sir qilganligini bilishga tirishib, uningga tikilganimda, u xuddi shu metodi bilan go'yo ancha eranishmagan ifodada bo'ldi. Keyin uning bir oz yumshab qolgan paytidan foydalanib, sizning tushunchangizda dinning qamlashmagan taraflari sifatida misollar bo'lsa, tatinmay davering. Men uning aniqlama berishga tayyor. Ishonamanki, dinimizda sizga yoqmay qolgudek bir narsa yo'q. Badek tuyulganlari hiliqidek, har xil buzg'unchi kuchlarning, din dushmanlarining, nadonlarning qilib yurgan qiliqi. Siz dinni ma'naviy apyon deb qaraydiganligingizni bildirgan edingiz. Bu gap anglashimcha Marksning so'zi shundaqmi? Marks o'zi Yahudi, ingliz, alman, xristian. Ularning din deganda ko'zni tutquni yahudiylik va xristianlik bo'lsa kerak. Uni ma'naviy apyon desa bo'lamdi yo'q, buningga bir nima deyolmayman. Ammo bu islom diniga deyilsa, bema'ni bo'lib qolmay, asossiz bo'hton bo'lgan bo'ladi, dedim. So'rayman, cho'qim so'rayman, dedi Hamid bir oz noxush kayfiyatda. Ko'nglimda chekiklar ko'p edi, ammo shu anda yodimga kelmayotdi. Yodimga kelsila so'rayman.